buni tiklashimiz uchun kerak bo'lsa biror ham kamlik qilib bo'ladi. Turga ham qiyin bo'ladi sizni holatingizni tiklab olish. Shuning uchun hali yozib bergan doringizni oldim. Ha. Bir marta xolosmi? Ha. Hozir qana hansirashingiz qanaqa sizda? Kunga taqabas. Kamaydi ancha. Mana kelganingizga nisbatan o'zingizda nima o'zgardi, nima o'zgarmay qolyapti sizda? Ularning joyiga bu yashayotgan. Biroq oxirgi paytlarda mana boshingizni qo'yib yotganingizda yuragingiz o'ynab o'tirib olayotgandingiz, yo'tal kelib qolyotgandi. Hozir bo'lmayapsiz. Kamaydi ancha. Xola hali ertalabki holat sizga tushuntirganimdaqa. O'sha endi bu klapanlardagi holat biz kuchaymasligi uchun biz qo'shimcha sizga shu dorilarni vaqtida qilib berib turishimiz kerak. Keyin sizda yana bitta nima, yeydigan ovqatingiz, nimalar mumkin biz yozib beramiz, mumkin bo'lmagan narsalar. Keyingisi qancha dorilarni ichishingiz. O'zini holatida sizni kasalligingiz bo'yicha nimalar zarur, hammasini yozib beramiz. Bir oyda bir marta kardiologga ko'rinishingiz kerak. O'zingizga shunaqa e'tibor qiling. Ko'rdingiz, mana o'zingizda o'zgarish sezdingiz, vaqtni kutmay doktorga uchiring, o'zingizga e'tibor qiling. Endi mana bu holatingiz kuchayganda faqat bundan o'zingiz qiynalasiz. Uxlolmay chiqishingiz, havo yetishmay qolishi, nafasingiz qisishi. Shuning uchun biz buni tiklashimiz uchun kerak bo'lsa biror ham kamlik qilib bo'ladi. Turga ham qiyin bo'ladi sizni holatingizni tiklab olish. Shuning uchun bugun javob beramiz. Dorilar, tabletkalar yozib beraman sizga. 10 kundan keyin bir ko'ringani kelasiz. Telefon nomerimni yozib beraman. Nima zarur bo'lsa, bezovta bo'lsangiz, nima gap so'z bo'lsa, o'zingizda qanaqadir shikoyat bo'lsa, aytasiz, yana bog'lanasiz. Holatingizga qarab yo'llangan nima qilishni aytamiz. Bu dorilar ichsam yaxshi boryapman. Hammasiga yozib beraman. Kuchkamni bir o'zi qildirsam bo'larmikin deyapti. Yo'q. Bu dimlanish, bu siydik yo'lida ular ko'rdik, siydik yo'lida ozgina shamollash bor. Bu ko'pincha mana bosim pasayganda buyrakda ham qonni otib berish, ular o'zini vazifasini bajarishi kamayib qoladi. Qon bosimingiz pastaganda buyrakda bosim ham pasayib, sizda siydik ajralishi kam bo'lib qolyapti. Kam siyganimga shuna bo'lyapmikin deyapman. Yo'q, bularni o'zi asosiy keltirgan yuragingizdagi quvvatsizlik. Yurakda klapanlardagi o'zgarish bo'lgan, bu zo'riqib ishlashning hisobiga yurakda o'lchamlarida kattalashish bo'lgan. Sizda mana yuragingizda mana klapanlaringiz yaxshi to'liq bekimaydi xola. Bu eski aniqlangan, 10 yil oldin aniqlangan. Endi shu paytda buni o'zi davosi, buni operatsiya qilib bu klapanni to'g'rilab qo'yish kerak. Endi yoshingiz ulg'aygan sari endi bundagi muammo, buni operatsiya bilan ular sizni olmasligi mumkin operatsiyaga. Endi hozirgi bizning vazifamiz bu holatlar hisobiga yurakda bosim, qo'shimcha organlardagi dimlanishlar bo'lmasligi uchun biz sizga to'liq dori qilib berishimiz kerak. Yuragingizda dorisini bir xilda ichsangiz, bu o'zini holatida qon aylanishi nisbatan biz yaxshilaydi dorilar. Sizda shunda muammo kamayadi. Shu. Unga yozib beramiz. Bu yuragingizdan shamollaganingizdan emas. Yuragingiz o'zini holatida ishlayapti. Lekin bu otib berish quvvati pasaygan sari sizda shunaqa holatda o'zgarish bo'ladi. O'shaning uchun dori tabletkalarni yaxshiroq haligi qunt bilan ichishing deganimizning sababi shu. Dori ichib yursangiz banyasaga yotmaysiz, kasal bo'lmaysiz, unaqa zo'riqmaydi, kuchaymaydi. Bo'ptimi xolajon? Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa.